Becoming FIFA president in 2016. 2016-yilda FIFA prezidenti lavozimiga kirishganimdan buyon O'zbekistonga bir necha bor tashrif buyurish imkoniyatiga ega bo'ldim. Har bir safarim davomida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sur'atlari va izchil modernizatsiya yo'lidan borayotgani yaqqol ko'zga tashlandi. Jadal taraqqiyot futbolda o'z ifodasini topgan. 1994-yilda FIFAga a'zo bo'lgan O'zbekistonda dono siyosat va o'zgarishlarga intilish ortidan futbol manzarasi butunlay yangicha qiyofa kasb etdi. With President Mirziyoyev himself setting the tone since coming into office in 2016. Shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning qo'llab-quvvatlovi, infratuzilmaga sarmoya kiritish va futbol ta'limini rivojlantirish natijasida salmoqli yutuqlarga erishildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda o'z lavozimiga kirishganidan so'ng sport va futbolni rivojlantirishda aniq yo'nalishlarni belgilab berdi. Mamlakat jamoasining 2024-yilgi yozgi olimpiada o'yinlaridagi ishtiroki o'zbek yoshlarining salohiyatini xalqaro maydondagi e'tirofi bo'ldi. Endi esa milliy terma jamoa ham o'zining nimalarga qodir ekanini namoyon etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekistonning joriy yil FIFA jahon chempionatida ilk bor ishtirok etishi chin ma'noda mamlakatning xalqaro miqyosdagi imiji, nufuzi yanada yuksalishiga xizmat qiladi. Shuningdek, U20 va U17 yosh toifalarida misli ko'rilmagan natijalarga erishilganini ta'kidlashimiz o'rinli. FIFA prezidenti sifatida meni ayniqsa quvontirgan jihat shundaki, bu muvaffaqiyatlar davlatning futbolni yanada rivojlantirish yo'lidagi qat'iyatini yanada oshirmoqda. 2024-yilgi FIFAning futzal bo'yicha jahon chempionatini yuqori saviyada o'tkazgan O'zbekiston Markaziy Osiyoda FIFA turniriga mezbonlik qilgan ilk davlatga aylandi. Men 2025-yil sentyabr oyida tashrif buyurgan Olimpiya shaharchasi O'zbekistonni kelgusida yana ko'plab FIFA musobaqalarini o'tkazish uchun munosib nomzod sifatida namoyish etdi. Buni O'zbekiston Ozarbayjon bilan birgalikda 2027-yilda bo'lib o'tadigan U20 jahon chempionatiga mezbonlik qilishi ham tasdiqlaydi. Bu ikki konfederatsiya tomonidan o'tkaziladigan ilk turnir bo'ladi. Yana Samarqand viloyatida, xususan Kattaqo'rg'onda futbol akademiyasini tashkil etish futboldagi imkoniyatlarni yangi bosqichga ko'tarish barobarida FIFAning har bir iste'dodga o'zini ko'rsatish, porlash imkonini berish missiyasiga hamohang. I'm proud to say that FIFA has been able to support the Uzbekistan government. FIFA O'zbekiston yetakchisining futbolga bo'lgan e'tibori, qo'llab-quvvatlovidan faxrlanaman. Toshkent viloyatidagi Do'stlik majmuasida infratuzilmaning tubdan yangilanishi ham shaxsan davlat rahbarining bevosita tashabbusi va e'tiborini yaqqol ifodalaydi. Bu mamlakat uchun ilk milliy terma jamoalar markazini barpo etishga yo'l ochdi. FIFA va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalari tobora mustahkamlanib rivojlanmoqda. The spirit of collaboration between us is very strong, and I was truly humbled to receive the prestigious Order of Friendship of Uzbekistan from President Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Do'stlik ordeni bilan taqdirlanishim men uchun katta sharaf. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida O'zbekiston xalqlar, madaniyatlar va sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqotni mustahkamlashga tayyor ekanini ta'kidladi. Bu FIFA ham to'liq qo'llab-quvvatlaydigan va targ'ib etadigan falsafaga hamohang. Shu bois O'zbekiston biz uchun futbol maydonida ham, uning tashqarisida ham eng mustahkam hamkorlik rishtalariga ega bo'lgan sherik. Biz ushbu davlat bilan millionlar o'yini bo'lgan futbolni rivojlantirishda davom etamiz. Chunki O'zbekiston millat sifatida ham, hamkor sifatida ham ishonch va e'tirofga loyiq. Yaqinlashib kelayotgan jahon chempionatida mamlakatingizga omad tilayman. And they wish you the very best of luck at the upcoming FIFA World Cup.